5-iyulda Xudo xohlasa Rossiyada Yekaterinburg shahrida jang bo'lib o'tadi 10 raundlik. Raqibim rossiyalik Tukov. Shunga qarshi 10 raundlik jang o'tkazaman. Hozir mana shu O'zbekiston terma jamoasi bilan yig'in mashg'ulotini o'tkazyapmiz. Bu yerda juda ham kuchli boksyorlar ko'p. Shular bizga shu sparring partnyor bo'lib yordam beryapti. Raqibim 15-0 juda ham kuchli bokschi. Biz O'zbekistonda Ulug'bek Sobirov bilan jang o'tkazgan. Ikkalasi 10 raund ishlab Ulug'bek ustidan g'alaba qozongan. Endi Xudo xolasa bizga WBA Intercontinental chempionlik kamariga jang bo'ladi. Shu inshaalloh shunga yaxshi tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa shu kamarni vatanimizga olib kelamiz. Raqibim top 10 talikda turadi. Xudo xolasa mana shu raqibimning ustidan g'alaba qozonsam, yana o'zimni eski shu 10 talik reytingimga qaytaman. Boks tilida aytganda go'sht qilib chaqiryapti-da bizni endi. Xudo xolasa undan oldin ham WBC Silver kamarimni shu Yekaterinburgda 12 raund Dmitriy Mixaylenkoga qarshi jang o'tkazib, himoya qilib qolganman. Xudo xolasa bu jangimda ham g'alaba qozonaman. Raqibda albatta janglarni ko'rdim. Oldi qo'li juda ham tez, oyoqda bunaqa to'xtamasdan ishlaydi ekan. Shunga qarshi murabbiyim Alimardon Dostonov shu bilan birga tayyorgarlik ko'ryapmiz. G'alabaga ishonch bor albatta. O'ylaymanki, Xudo xolasa duo qilib tursa bizni muxlislarimiz, Xudo xolasa vatanimizga kamarni olib kelaman.